Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Prezident Niksonga o'q tegib yiqilganligi bilan birga, uning balaliq hayotidagi tutqun qilinish voqeligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Bala üsteldə o'ngdisiga yotqizib, put qo'li to'rt tarafdan bog'landi. Bala to'xtamay, "Ana! Ana!" deb vaqiraydi. Ular balaning burniga bir nimani purtividi, bala shuk bo'lib hushidan ketdi. Ular balaning ko'ynagini yirtib, ko'krigiga qalam bilan kesidigan o'rniga belga siziyotgan paytda qoros-qoros qilgan ovoz bilan eshik o'rilib, uydan to'pichang ko'tarildi. Eshikning oldida otliq bir odam qo'lida bisi valildab turgan bir oy paltini tutqunicha g'azab bilan qarab turadi. İki vici qavan ala töpür buluşup qorqqundan lağ-lağ titirginicha qo'llaridagi ustira pichoqlarni tashlab otliq odamning oldiga tizlandi. "Senlar kim?" dedi otliq odam g'azab bilan. Biz podshoyimiz uchun boyliq to'plag'uvchilarmiz, dedi ular do'duqlab yer suyishib. "Hozircha oshko'z shohinga 2 bosh beray, qolgan sovug'ini o'g'limdan olsin." Atliq odam otdan sakrab tushib, 2 qavanning kalısını tinidan juda qildi. Andin balını ko'tarib bag'riga bosdi. Bala hushiga kelib ko'zini echividi, dadisining yinida kulimsirab turganligini ko'rdi. Mushi chog'ning o'zida prezident hushiga keldi. Bayamqi ishlar uning behush holatdagi ko'rgan tushi edi. Baxtga yarasha bu qitimqi qaslashda cherkov munoridan etilgan o'q uning ajallik yeriga tegmagan edi. Necha soatlik jiddiy qutqizish orqali o'pka vinosiga kelib to'xtab qolgan o'q elib etildi. Shundaqdimi u bekla qansirab ketganlikdan 2 kundan beri behush yotadi. Prezident ko'zini tasdiqda ochdi. Yinida qizi va ayoli kulimsirab turadi. U qizini yiniga chaqirib peshonasiga suyib qo'ydi. Andin ayolining qo'lini ching tutdi. Xonimning ko'zidan xushalliq yeshi to'xtamay do'milaydi. Bir damlik sukutdan keyin xonim illiq kulimsirab astag'ina eg'iz ochdi. "Qadrlikim, aziz mehmonlaringiz saqlab qoldi." Xonim davlat ishini hammadan a'lo biladigan oq ko'ngil erining ko'nglini obdan tushunadi. Prezident beshini lingshitdi. Dastlabda muavin prezident, keyindin davlat ishlari kotibi, andin davlat mudofaa ministri qatorliqlar navbat bilan uning yiniga kirib, haqiqiy do'stlik yeshini to'kdi. Prezident Kravin turmisidagi ishlardan tortib, Belson cherkovidagi qotilning iz deraksiz yo'qab ketganigacha bo'lgan ishlarning hammasidan xabar topdi. Oxirida u davlat ishlari kotibi bilan mudofaa ministrini qayta chaqirib, bir ish ustida to'xtaldi. Adolat homiysining ahvoli qandaqroq? Prezidentning bu savoldan davlat ishlari kotibi bir narsani tushungandek bo'ldi. Süt bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi ekan. U xun osiylar o'z xalqini ochliqdan o'ltirib, ularning xun badaliga ochliq to'plab, boshqa ellarga yordam qilib yaxshichoq bo'lmoqda. Asli vasidan kechib Moskvaga xushomat qilib, o'zining o'rnini saqlamoqda. BDTda bu to'g'riliq ixtilof ko'p. BDTning bu masalaga bo'lgan qarashlari yetarlik emas. Ularga tashlab qo'ysak, adolat homiysining maydon ko'chalari yutgan bolasining dardida sarang bo'lgan onalarga to'ladi. Moskvami o'z bilginicha puruqshib qaynayotidi. Endi qarab turaversak, o'zimizga yuz kelolmaymiz. Muvofiq ko'rsangiz ishni boshlasak bo'ladi, dedi prezident Abiyamqi tushiga ta'bir bergandek tortib. Bizmo shuni kutib Ministr apandining nagallari g'ilibida qizib ketgili navoq. Endi shamoldaydigan chog'lari bo'ldi-ku deyman, dedi bosh kotib mudofaa ministriga qarab chaqchaq aralash so'z qilib. Rost gapni desam, mushu ish sababidan sigarimga pul to'shimga edi. Endi xumordan chiqadigandek turman, dedi mudofaa ministri boshqacha ruhlanib. Emsa o'zinglar bilinglar. O'z ishidan yimirilish oson bo'lsin, lekin payt kelganda avaylamanglar, dedi prezident ma'nilik qilib. Xotirjam bo'ling, dedi bosh kotib beshini lingshitib.
Qadinaslarning söhbeti pat tugaydigandek emas edi. Prezident oldi tarafdagi tom soyatidan chiqqan dang ovozini anglab, bosh kotibga qarab so'z qildi. Yiliqi mehmoningizning keldigan cheg'i bo'ldi-ku deyman. Ha rost. Amonliq ishxonasidagi mayor Mixailning istifonomasini qaytarib etinglar. Uningga dang, meni balduroq saqaysun desa, darhol o'z o'rniga kelsin, dedi prezident buyruq qilib. Bosh ustiga prezident, mayorga salomingizni o'zim yetkazaman. Endi u kirsinmi? Davlat ishlari kotibi eshikni ichib sirtda o'tirgan mahbusga ishorat qildi. Yerim echilgan eshikdan ustiga yarışımlıq kulrang kostyum burulka kiygan, peshonasi shabnamdek yalildab turgan, kelishgan bir yigit adab bilan kirib keldi. U udul prezident yotgan karvatning hiniga yaqin berib, intayin muloyimlik bilan: "Prezident efendi, sizni ko'rganimda xushalman", deb hurmat bildirdi. Prezidentmi javoban uningga illiq kulimsirab, uni o'ziga eng yaqin kiruslarga o'tirishga taklif qildi. Andin yenidikilarga uning bilan yolg'iz paranglashqusi borligini aytdi. 5 burjaklik binoning gullarga to'lgan azoda yo'ruq ayrim xonasida prezident va hiliqi mahbus ikkalala qolgan edi. Bir damlik jimjitlikdan keyin prezident bu notunish yigitni hiniga chaqirdi. Andin uning qo'lini ching tutib turib: "Rahmat o'g'lim, sizni qiynab qo'ydik. Oldingizda xijilman", deb uningga o'z samimiyatini bildirdi. Prezidentning hozirgi muomalasidan xuddi otining o'g'li bilan ko'rishgandagi haqiqiy qizg'inligi chiqib turadi. Prezident yigitning qo'lini bo'sh tutib turib, deriza sirtidagi gullikka nazar soldi. Andin hasrat bilan ulug' bir tindi. Uning bu tiniqidagi ig'ir hasrat, ko'z yetkusiz armon yosh yigitning qalbini larzaga soldi. Navoda bu azobliq tiniq gulxonga aylangan bo'lsa-da, butun dunyoni kuydirib kul qilgan bo'ladi. "Balam, sen qaysi gulning guli? Nima vajidan gulzorliqingni tashlab, tog'ni makon tutding? Xohlasang menga aytib bergin. Hikoyani anglashqa bahmu tashnaman." Prezident otliq salobat bilan uning qo'l barmoqlarini alqiniga ilib, o'tinish talaffuzida uning qo'y ko'zlariga tikildi. Yigit uning ko'zlaridan insonlarda bo'ladigan haqiqiy samimiylikni ko'rgandek bo'lib, uning yumron issiq qo'lidan bir xil otliq mehrini sezgandek bo'ldi. U bir nimadan izo tortgandek ostag'ina o'rnidan turib deriza tuviga keldi. Kichik gullikdagi uchayotgan kepinaklarga, g'o'ng'ildab uchayotgan hasal harlariga qarab, birdam turgandan keyin cho'nqur birni tindi, andin ruhliq holda karvatning hiniga kelib eg'iz ochdi. "Mukammallik bizga xos emaskan. Inson xatoligini tuzish uchun yana xatolik o'tkazishga majbur bo'ladi ekan. Qarang, avu hasal harisiga, prezident efendi. U bir umr hasal yig'ib, bir umr ko'nak yasidi. Odamlar aksicha o'zining ehtiyoji uchun hasal harisining mavjudligi bilan kori bo'lmadi. Ularning uyini buzib, hasilni ilib oldi. Oqibatda hasal hara hamma nimasidan ayrildi. Shundaqdimi hasal harilari o'ziga keladigan talobatni bilib turib, yanala bo'shashmadi. Mangu hasal yig'ishni, ko'nak yasashni to'xtatmadi. Shundaq, biz hammaga erishdik. Lekin erishganlarimizdan yo'qotganimiz ko'p bo'ldi. G'am qayg'udan, vahimadan qutula olmadik. Hasal harisi bo'lsa, xohlagan yerga uchalidi, xohlagan yeriga qunalidi. Yanala qayg'u vahimadan xoli o'tdi. Deb kelsam, meningmi ashu kepinakdek, ashu hasal harisidek g'amsiz, beg'ubar chaqlarim bo'lgan. Lekin gullikim vaqtsiz kuz shamlida to'zib, dahshatli bo'ron beg'imni xazon qilib, meni qorong'u zulmatga tashladi. Shundaqdimi parvonadek umidda yashadim. Bir umr yo'ruqliq izdidim. Ashu umidvorlik oldimdagi qorong'ulikni yo'ruqlikqa, giyohsiz cho'llikni yeshil chimanlikka aylantirdi. Hozir o'ylasam, dunyoni rangarang ko'rsatgini ko'z emas ko'ngilkan.
Көңіл qancha kirlashgan seri dunyo shuncha rangsizlashir ekan. Aksicha көңіл qancha poklangan seri dunyo shuncha rangga to'ladi ekan. Hasal Harisning gul shirnisi yiqqandagi huzuri bilan Parvonining sham yolqiniga o'zini atqandagi huzurini faqat va faqat o'zila biladi. Aksincha bizga yiroq. Yigit so'zlab mush yerga kelganda jimib ketdi. So'zla o'g'lim, quluqim senda, dedi prezident beshini lingshitqincha yigitga ilhom berib. Qadirlik prezident apandi, gulzorliqimning hikoyasi bekmu yiroqda. Bilmadim, sayli qilishga rostla tavınız barmıdı? Merhaba o'g'lim, yo'l boshlig'in, intizorman. Shash atlar qamchilatmasdilla yurib ketgandek, vaqt tulparlari bu ikki odamni elib ushqandek chapqinicha, buningdan yerim asr burunqi chog'larga elib mangdi. İkinci bab bir meydan çiliş. 1938-yili Türkmenistan. 19 asrning 30-yillarida Turkmanistonning hozirgi Ashxobodda necha asrlik tarixning bo'ron chapqinlariga bardoshlik berib, o'zining zamin butunligini saqlab kelgan osmoni suzuk, tuprog'i yeshil, kichik bir Turkman xonadonligi bor edi. 40 yillarga kirish oldidagi bu podshohlik tuzumdagi davlat garchi Yevropa sanoat inqilobining güdük ovozini kechikib anglagan bo'lsa-mu, ammo o'zining odilligi, suyining mo'lligi, zimining munbatligi bilan boshqa davlat xonadonliklardan alohida farqlanadi. Xalq podshohdan, podshoh xalqdan rozi edi. Mushundaq asayishlik kunlarning birida Türk xalqining oyamlaridan biri bo'lgan Yangi yil Navruz yetib keldi. Avam xo'shalliqqa to'lib bu yangi yilni yaxshi kutib olmoqchi bo'lishdi. Bagi to'rilar qo'y kala so'ydi. Yo'qsillarmi to'xa to'shqanlarni ayimidi. Ular maydonlarda dash qozon esib, xatba nazr qilishdi. Ular Allah'tan bu bir yilda katta mo'lchilikning, to'qchilikning bo'lishini, suv yomg'irning ko'p bo'lishini, xandonlikning amin bo'lishini tilab duo tilovat qilishdi. An'anaviy odat bo'yicha atsi yurt-yurtlardan kelgan kuchtungur palvonlar, botur chavandozlar, chilishchi mardlar, o'qyachi marganlar hammasi bir bo'lib xalq maydoniga yig'ilib, o'z karomatlarini ko'rsatib bastishatdi. Zafar quchquchilar xalq tarafidan alohida tortiqlanatdi. Bugun chilish maydoni alohida qizib ketgan edi. Yiroq yaqindan kelgan yurt palvonlari bas-basta maydonga tushdi. Ba'zilari ujmidek to'kilsa, ba'zilari maydonda qo'ziqdek turib osmonga to'pa atdi. Tush bula bo'lmay notunish bir zangi palvon orqa-orqadan raqiblarini yiqitib maydonni bir oldi. Qisqasi, uningga odam to'shimidi. Podshoh alamdor qalamdorlarini elib Navruzda bekroq qiziydigan bu chilish maydoniga kelib ulgurgan edi. Ustixini kelangsiz bu zangi palvonning xon oldida o'ziga hech kimning chiqlolmaydiganligini ko'rib, texmu demiga ochdi. U kibrini ko'rsatib yo'lvosdek ho'kirganicha maydisiga to'pa surkab ochqan to'pini havoga so'ridi. Avam uningga aprillarni o'qishdi. Xonmu beshini lingshitib uning palvonligiga qoyil bo'ldi. Zangi palvon xonning o'ziga diqqat qilganligini ko'rib, texmu hayajonlandi va hadidan ishib o'zini tutolmay, aqlidan ezib avomga qarab ho'kirdi. To'pa so'rib qulim toldi. Ostonining erkaklari qani? Bu so'z xonga yoqmadi. Xon yinidagi o'rda palvonlariga ishorat qildi. Odatda avom ichidagi bundaq kuchdungurlar musobaqaga xon o'zi yorliq bermasa, o'rda ichidagi palvonlar qatnasholmaydi. O'rda palvoni maydonga tushdi. Ilgirki chilish musobaqalarida o'zidan nechasa qovul bo'lgan palvonlarni yer tishlatgan o'rda palvoni bu qitim zangi palvon bilan bir oz hara tortishib qoldi. O'rda palvoni har xil amal ishlatib baqdi, lekin unumi bo'lmadi. Agar zangi o'rda palvoni bilan emas, boshqa avom ichtidikilar bilan tutishgan bo'lsa, bu vaqtcha kamida 3-4ni yer tishlatgan bo'ladi. Hem ishiltish navbati endi zangiga keldi. U
uyan qilib, buyan qilib, shundaq bir kuch bilan o'rda palvonini yerdan yulib ilib, chalma atqandek etivetdi. Maydonda qiqos cho'qan ko'tarilib, zangiga opirin o'qildi. Bu ish xonga har keldi. Chunki Zangi palvon bu xandonlikning odami bo'lmasdan, balki boshqa eldan kelgan o'tkinchi savdogarlarning xizmatkori edi. Ular savdo safarida bu yerdan o'tib qilib, bu Navruz faoliyatiga tasodifiy qatnashib qolgan edi. Xon ochiq bilan yenidagi Bossang'unga qarab qo'ydi. Xon jamiyatidan bo'lgan Bossang'un 30 yoshlarning qarshısına algan, Yevropadagi dаңlıq hərbiy maktablarda muntizim tarbiyalangan, alayda farosatlik, alamdimi, qalamdimi yetishib chiqqan tangdossiz botur yigit bo'lib, Yiroq yaqindagi davlat xonadonliklarining hech qaysida bundaq yoshdagi odam Bossang'un bo'lib boqmagan edi. Uning jangohdagi karomati xalq orasida doston bo'lib tarqalib yuratdi. Qisqasi, bu xandonlikni xandonlik qilib, qo'shna uluslarning yomon ko'zdan saqlab turgan odam dal mushu Bossang'un Poshshoxon edi. Bossang'un Poshshoxon mushtapda shaxdimi bek tatirib ketdi. Uning g'ururi xo'rliqdan ichishib, mushtimi ixtiyorsiz tugilib ketdi. Qanday qilish kerak? O'zim maydonga tushsam, uni yengishimda gap yo'q. Biroq boshqa yurtdan kelgan bir palvonga odam chiqmay, xandonlikning Bossang'uni o'zi tushibdi desa, qanday qilg'uliq? Tushmay desam, Zangining abdi yomon. Hey bo'ptila, nima desdimamdu? Ish qilib, Zangini Zangi bo'lg'iniga to'yg'izmasam, bo'lmay ketay. Bossang'un g'azabdan kama nagollarini bir yonga cho'rib tashlab, xonga o'tinish ko'zi bilan qaradi. Bu qitimliq roman o'qish mushagicha bo'ldi. Kelar qitimda ko'rishayli. Xayri xo'sh, Allohga omonat.